Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Opam gullarni ko'rsatgim keldi. Hovlimizda o'syapti. Mana 3 yil bo'ladi. 2022-yil 11-iyunda. Onajonim xayrini sovutganiga, lekin gullari haligacha chiroyli bo'lib gul ochyapti. Hovlimizda shular sizlarga ko'rsatgim keldi, ilingim keldi. Mana gullari, onajonim gullari, o'z qo'llari bilan o'stirgan chiroyli gullari mana. Chiroyli gullar mana. Mana gulchalar mana, gullar mana. Onami gullari, onami gullarida bular mana. Bu onami gullari. Men ekmaganman onajonimga mana. Mana chiroyli bo'lib o'sib turibdi hovlimizda. Onam qo'llari tekkan. Mana ko'ringizlar. Nasıl chiroyli gullarimiz. Mana hovlimizda mana o'smalari, onajonim o'smalari. O'sma rasa qo'yardilar chiroyli qilib. Bugun o'sma qo'yamiz. Bugun Navro'z ayyomi muborak bo'lsin hammalaringizga. Mana chiroyli gullar onajonimga shu. Onami mana lolalari ano qilyapti mana. Gullari onajonimga. Onajonimning chiroyli gullari bular. O'smalar har joyda. Mana lolalar har joyda. Lolalari o'syapti mana. Chiroyli bo'lib mana lolalari. Lolalarini ko'ryapsizmi? Mana bu gullari mana teletli gulchalari bilan. Mana risi chiroyli bo'lib o'sgan. Mana onajonimni gullari. Sizlarga ilingim keldi. Chiroyli bo'lib mana onam. Joylari jannatda bo'lsin, onajonim xayrini sog'. Mana risi chiroyli gullar. Mana ko'ring. Onami gullari. Onami gullari, onajonimni meni jannatimni gullari. Mana narigi tarafda ham mana gullar. Risi chiroyli gullar. Ko'ryapsizmi? Hovlimizda mana onajonimni gullari, onajonimni. Lolalari ham har joyda lolalari bor. Har joyda. Mana risi chiroyli gullar. Mana. Nasıl chiroyli qilib o'sib shuni sizlarga ilingim keldi. Shu uchun hammamiz bir-birimizni yaxshi gaplar bilan gapiraylik. Bugun Navro'z ayyomi hammaga muborak bo'lsin.